Hop. Mana. Bitta yo'q yana shuni. Mana bezimni yoqdik. O'chib qoldimi? Boshqatdan nima qilingda spirtliga boryapti bu. Hozir. Nima qilsa ana o'sha ana nihoyatda o'tga chidamli mana laklangan holatida akalar mana. Ana hozir o'chgandan keyin ko'ramiz buni. Rangi o'chadimi, orqasiga o'tadimi, yo'qmi bilamiz mana. Mana yonmayapti mana akalar. Ana o'sha o't sekin o'chdi. Ana laklangan holat akalar. Mana silliq. Akalar ko'ryapsizlarmi? Mana umuman hech qanaqa o't yongani ham, qanaqadir orqasiga o'tishlar yo'q, treshinalar yo'q mana bu yerda, qanaqadir yorg'lar yo'q akalar mana. Kuyish hisobi umuman yo'q, 0% bunda. Kuyish hisobi, yonish hisobi. Haligindan laklanmagan holatini ko'ruvdilaringiz akalar. Bu laklangan holati mana laklangan holatidagi yonmaydi mana. O'tga chidamli tashqari tomondan. Akalar xudo xolasa pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilib, Dipkamen xizmatlaridan foydalansangiz bo'laveradi. Kvadrat 90 ming so'm el qatori. Inshaalloh ushbu raqamlarga telefon qilsalaringiz yoki direct yozsalaringiz, o'zim shaxsan o'zim javob beraman. Inshaalloh narx kelishilgan holatda kelishlar inshaalloh. Mana bitta baho berib o'zlaringiz